Assalomu alaykum. Suzoq Kurgovoydan bir 100 metr uzoqlikda Osh Bo'rbori degan kafe sotilib, boshqa odamni qo'liga o'tib remont boshlandi. Oldini polni stiklo fasad qilamiz. O'rtadagi plita, lesnitsalar, monolar buzilib ketadi. Remontni birinchi kunini boshladik. Bugun ko'rsatsam tutganda solishtirib ko'ramiz. Inshaalloh mana uchoq plita buzilib ketadi. Kirganda chap tomonda magazin bor ekan, devorlari buzilib ketadi. Akvaplast eshiklari ham buzilib ketadi. Proyem ochiladi. Mayadagi proyem ham ochiladi. O'ng tomonda ochiladi, buziladi, dush, shunga o'xshash narsalar bo'ladi. Bu ikki ochakada, ustidan boshlab ikki ochakada lesnitsa ikkinchi etajga ko'tariladi. Kirganda birinchi etajdagi zal, devorda suvoqni tushirishni boshladik. Suvoqni tushirib betonlarni ko'ramiz, yaxshi bo'lsa proyemlarni ochib tashlaymiz. Eshiklarini. To'g'ridagi aynadagi proyem ham ochilib ketadi, bitta zal bo'lib ketadi. Bardi bolalar bo'lishadi, ikkinchi etajga olib chiqishadi. Eski oshxonasi qorong'ida degan. Bu yerda ham zalga qo'shilib ketadi, eski oshxonasi degan. Buzilib zal bo'lib ketadi, oshxona ko'chaga chiqadi, hozir ko'rsataman. İkinci etajga chiqadigan lestitsasi. İkinci etajda lestitsalari remont bo'ladi. Devorlari, patologlari, mana devorlarni buzib tashlaymiz, ko'cha tomondagini. Tashqariga qo'shib tashlaymiz. Mayliga qo'shib tashlaymiz. Morishot keltirgan joydan fasadi, aynali fasad ko'tarilib tepaga chiqib ketadi. To'pli pol, otoqlina boshqa bo'ladi bu yerda. Ikkinchi etajdan qaytib tushganda kabinalari bor ekan, mana devorni proyemlarini ochib tashlasak, kabinalar qo'shilib ketadi. Bu kichkina kabinachalar zalga qo'shilib ketadi. Orqasi mana shu yerdan boshlab devorning ichida yana bitta xona bor, o'choq xonasi. Oshxonasiga qo'shib buzilib, Uyg'urskiy oshxonaga qurilishni boshlaydi. Katta oshxona tushadi, zagatovichni oshxona. Bitgandan keyin solishtirib ko'ramiz, qanaqa holatga tushar ekan. Teraklar ertaga kesilib ketadi hammasi. Hozir eski oshxonasini ko'rsataman. Choyxonasi ham bor ekan oldin. Bu choyxonasini osh pishiradigan joylari. O'choqda kuzatuvchilarga, o'chog'imizni ham kuzatib boringlar kanalimizda. O'chog'ini, qozonining atrofida kanali yo'q ekan, ikkitadan teshigi bor ekan. O'choqlarni ham alohida bir videoga olib inshaalloh chiqaramiz. Ichkarida ham o'chog'i bor. Mo'ykasi
chiroylini, условиясini solishtiramiz. Tak. Zagotовка qiladigan xonasi edi ekan bu yer. Patologlari past, tunuka. Bu yer natsionalniy ovqat qiladigan joyi. Tayyorlaydigan joyi edi ekan. Yana o'choqlari, qozonlari, yana shu hayot. Bunaqa holatlar. Biz buni buzib tashlab, oshxonaga qo'shib yuboramiz. Patologi past. Vitishkalari ventilyator orqali chiqib ketar ekan.